fursatlarda e'lon qiladigan bo'lsak, parhez do'stmi yo dushman deya nomlanadi. Ozishni istaganlarning asosiy maqsadi vazn tashlash, ortiqcha kilokaloriyalardan xalos bo'lishdir. Buning uchun ba'zilar qattiq parhez qilishadi yoki bo'lmasam o'zlari uchun mutlaqo ochlik orqali ozish yo'llarini tanlashadi. Bu vaqtda esa ular sog'liqlarini tahlikaga qo'yayotganligini anglab yetishmaydi. Ular ortiqcha vaznni, semizlikni qattiq dietalar va ochlik orqali yo'q qilish mumkin deb o'ylashadi. Ana endi shifokorlar bilan biz suhbatimizni davom ettiramiz. Parhez semizlikni yo'qota oladimi? Davlatxon aka, sizni sohangizga biroz yaqinroq mavzu, javobingizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Parhez odatda qachon qilinadi? Qachonki muhtoj bo'lgan parhezga. Biz asosan ko'zlagan maqsadlarimiz oddiy holatlarda, ya'ni kasallik mavjud bo'lmagan holatlarimizda, deylik sog'lom turmush tarzini qilmoqchi bo'lgan holatlarimizda bu parhez emas, bu to'g'ri ovqatlanish. To'g'rimi? Misol uchun aytamiz-ku, endi qo'pol aytmay kechirasiz, bir kosa emas, nim kosa ovqatlanish kerak. Bu asli to'g'ri ovqatlanish, bu parhez emas bu. Parhez qachon boshlanadi? Parhez to'g'ri ovqatlanishdan ham ko'ra kuchliroq holatlarda yuzaga keladi. Masalan, qaysidir kasalliklar yoki semizlik ham kasallikka kiradi. Semizlikda yoki bo'lmasam qon tomir kasalliklarida deymiz, yoki bo'lmasam ichak kasalliklarida, ichak operatsiyalaridan keyingi kasalliklarda bu to'g'ri ovqatlanishdan tashqari yana qo'shimcha parhez bo'ladi. Biz hozir ko'pchilik bilan ya'ni ommaviy tarzda shug'ullanayotganimiz bu to'g'ri ovqatlanishga qaytarishga harakat qilyapmiz hali. Hali to'g'ri ovqatlanishga yetib bormadik. Hali o'shanga boraylik, keyin parhez haqida yana tushuntiramiz ularga. Biz hozir hammamiz tortishayotganimiz bu yoqda ham, boshqa joyda ham, boshqa televideniyada ham, ommaviy axborot vositalarida ham, dunyo bo'yicha ham hali to'g'ri ovqatlanishga biz targ'ib qilyapmiz. Faqat buni parhez deb nomlayapmiz. Asli nomi parhez emas bu, to'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish turli xil ichak kasalliklarining yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladimi? Somatik kasalliklar bor, onkologik kasalliklar bor, immunologik kasalliklar bor, yana bir nechta turdagi kasalliklar bor. Endi o'zimning mutaxassisligimdan kelib chiqqan holatlarda ayta olaman. Somatik kasalliklar, misol uchun travmalar, bu ovqatlanishga bog'liq emas. Misol uchun endi endi immunologik kasalliklar ichakda yallig'lanish bilan kechadigan kasalliklar. Yarali kolit bor, yana boshqa turlari bor. Eng ko'p uchraydigan yarali kolit, ko'pchilik biladiganlardan. Yarali kolitlarga olib keladigan narsa bu har doim ham parhezni buzish orqali kelmaydi. Faqat parhezni buzish uni yana ham rivojlanib ketishga olib keladi. Shu joyi bor. Yarali kolitlarda asosan ich kelishim buzilish, ya'ni axlat juda ham suyuq keladi. Kun davomida bir necha marta hojatga borishi mumkin. 10 marta, 15 marta hojatga borishi mumkin. Ular agar to'g'ri ovqatlanishni qilmasa, undan tashqari parhezni ham buzsa, ularning ahvoli juda ham og'ir holatga kelib qolishi mumkin. Endi ich qotishga olib keladigan kasalliklar bor. Ichak uzun bo'lib qolishi mumkin, tug'ma, u ham qanaqadir ich qotishiga olib keladigan ulardagi holatda parhezni buzish emas. Ular qo'shimcha parhez qilmagani uchun. To'g'ri ovqatlanishdan tashqari ular qo'shimcha parhez qilish kerak-da. Xuddi bo'layotganda xamir ovqatlar kam yeyish kerak, non mahsulotlarini kam yeyish kerak, kintuko'kli mahsulotlarni kam yeyish kerak. To'g'ri ovqatlanishdan tashqari qo'shimcha parhez. Endi operatsiya o'tkazgan kasalliklar bor. Uni hali yana menimcha suhbatimiz davomida gaplashsak, xudo xolasa. Rahmat ma'lumotlar uchun.